Yoshlarimiz va hissiyot bo'shliqi. Kasal va davo. Abdore Ramazon. Tarjima qilguvchi R. Hilal. Muharrir Abdulhakim Aydin. Haqdan eg'ishni gullanish, haqqa qarshi turishni erkinlik deb qaraydigan bir qism dinsiz munbarlar va tashviqot vositalarining ta'sirida yoshlarimizning o'xshamagan darajada va ig'ir besim va qiyinchilik to'lqiniga uchrayotganligi ma'lum. Bu to'lqin yoshlarni milliy kimligi va dindan chiqarib, o'zliksiz tirishayotgan g'oyalardan og'dirib, faqat havoyi havaslarga markazlashtirishni g'oya qilgan yoki harom va ahamiyatsiz ishlarning quli qilib qo'yishni maqsad qilgan desakmi xatolashgan bo'lmaymiz. Bu amaliyotda biz qadriga yetolmayotgan bo'sh vaqtning behuda zoya bo'lib ketayotganligining ifodasidir. Hazrati Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bu haqda mundoq degan: kishilar qadriga yetmayotgan ikki ne'mat bor. Ular sog'lomlik va bo'sh vaqtdir. Buxoriy rivoyati. Yoshlarda eng ko'p bo'lgan sog'lomlik va bo'sh vaqtdan iborat bu ikki ne'matni zoya qilib o'tish nihoyat xatarli ish bo'lib, bozg'unchilar yoshlardagi hissiyot bo'shligidan foydalanib, ularni shar'iy yo'llarga muxolif ishlarning hammasiga boshlashni maqsad qiladi. Biz bu maqolamizda nasihat qilish, yaxshilikqa hirismand bo'lish va muhabbat nuqtasidan bekorchilik va uni qanday qilganda qulay va yengil usullar bilan hal qilish to'g'risida to'xtalib o'tamiz. Bu jarayonda haddidan ziyoda nazariyachilikdan xoli bo'lishni afzal ko'ramiz. Hissiyot bo'shliqi degan nima? Hissiyot bo'shliqi deganimiz bekorchilikning bir turi bo'lib, qalb va aqlga asta-asta singib kiradigan yuchuq desakmi bo'ladi. Bir yoshning paranglasha oladigan va o'ylaganlarini erkin ifoda qila oladigan odam topolmay, o'zini g'arib, yolg'iz va boshqalar parvo qilmaydigan bir kishi deb o'ylab qilishi hissiyot bo'shligining yorqin ifodasidir. Bu yoshlarning fikrlari bilan birlikda keladigan hissiyot bo'shligining tushunchasidir. Hissiyot bo'shligining dorilarini so'zlashdan burun bu ahvoldan saqlanish uchun amaliyotga uyg'un bo'lgan ikki xil saqlanish usulini bayon qilib o'tmoqchimiz. Ular bo'lsa o'zini boshqarib tekshirib turish va oila tarbiyasi va ko'rsatmasiga bo'ysunishdir. Undaqda bu holatni qanday davolaymiz? Birinchi, doim Allohga esilish. İtaat azaldan hayotdagi utuq qozonishning asosi, nafsiy turaqliqning manbasi va haqiqiy qalb xotirjamligining boshlanishi bo'lib kelyapti. Allohning arg'amchisiga esilib, uninga ching yopishganda hayot yo'llaridagi bekorchilikdan saqlanib, hissiyot horig'inligini yengillatgili bo'ladi. Shu orqali insonning qalbi va dini saqlanib qoladi va Alloh taolo u insonning so'zlari, ish faoliyatlaridagi birdan-bir g'oyaga aylanadi. İnsan uchun uningdan katta hayotlik yo'li va g'oyasi bo'lmasi kerak. Lekin bu osonga to'xtamaydi va bu yo'lda dushmanlar ko'pdir. Bir solih kishi nafsi, shayton, havoyi havas hammasi mening dushmanlarim tursa, qandoq nijotlikqa erishiman deb 3 dushmanni bayon qilgan ekan, agar shu kishi hozir tirildirib bugungi dushmanlarni ko'rgan bo'lsa, o'qiyasini challab kecha kunduz hatto oylarcha hushyor turgan bo'ladi. Ikkinchi, yoshlar bilan yaxshi aloqa o'rnatish. Yoshlar bilan aloqa o'rnatish ularning qalbini poklab, yolg'on yovdoq so'zlar va har xil uslubdagi dinsizlikdan qutqizish ajri nihoyat katta bo'lgan bir vazifadir. Bir insonni Alloh yo'liga hidoyat qilgan kishining mukofoti qizil to'gidan yaxshi tursa, nafslarni o'ziga ram qilib oladigan yangi shakldagi kundalik o'q zambiraklarning hujumiga uchrab turadigan bir avlodni isloh qilishning ajri qanchalik katta bo'lar ha? Lekin hammadan muhimi, aloqa o'rnatquchining gaplari insonni jalb qila oladigan, yaxshi ko'riladigan gaplar bo'lishi, odamning ruhini tushiradigan, arani buzadigan va qochiradigan so'zlar bo'lmasligi kerak. Shundaqla qarshi tarafning arzu armonlariga hurmat qilgan, shaxsiy fikrlariga hujum qilmagan,
qarshi tarafni död, jahil qatoriga chiqarmagan asosda bo'lishi to'limi zarur. 3. Turaqliq oila muhiti yaratish. Turaqliq va muqim oila muhiti qalb yetakchisi va makonidir. Shuning uchun yoshlar bo'lgan musulmon oilaning roli nihoyat kattadir. Hayotning qiyinchiliklari va agri-bugri yo'llaridan yoshlarni oson o'tkazish uchun oldi bilan oiladan iborat bu ulni yaxshilash kerak. Oila boshlig'i bo'lgan kishi kemining kapitani hisoblanadi. Xolis niyatni shart qilgan asosda har xil yangi yo'llar bilan yoshlarni tarbiyalash dinimizdagi amr-nahiy qoidalaridan va Allohning kitobidan yaxshi foydalanib, jonliq va nurliq tarbiya shakli barpo qilish kerak. Chunki har qanday ish niyatga bog'liq bo'ladi. Yana bir tarafdan bolalarni ijtimoiy aloqa vositalari, televiziya kanallari va to'rlarga tashlab bermaslik va xizmat oldirashchilik va harg'inlik qatorliq bahonalarni hayotdan supurib tashlash kerak. Chunki musibatlarning hammasi mana shu yerdan chiqyotidi. Shunga oilalarga shuni ta'kidlaymizki, yoshlarning uydan qochadigan, xushalliqni uydan emas, ko'chalardan, yomon do'stlardan izlaydigan bo'lib qolmasligi uchun oilaning ig'irligi va besimlarini bolalardan yiroq tutish kerak. Chunki bular yoshlarga va ularning hayotiga ta'sir qilib, hayotini o'zgartirib o'tadi. Shuning uchun o'yg'oqlik bilan bu masalalarga sal qaramaslik, jiddiy pozitsiyada bo'lish va alohida ehtiyot qilish to'limi muhim. 4. Iqtidor yetildirish va tarbiyalash. Ko'pincha yoshlar hayotidagi ba'zi ishlarni boshlashdan burun yaxshi tayyorlik qilmaganligi uchun qiyinchiliklarga duch keladi. Masalan, kunimizdagi ajrashib ketish nisbatining yuqorilab ketishi mening qarashimcha yosh qiz-o'g'illarning to'y qilish va oila qurish bosqichidagi ta'lim tarbiyasining kamchiligidan bo'lsa kerak. Yoshlar ota-onasining orzusini amalga oshirish uchunla hech tayyorliksiz holda to'y hayotiga qadam bosadi. Hatto muhabbat ustiga qurildi degan oilalarmo to'yni oldingi shart qildigan, oilani texmo go'zal, mustahkam qildigan muhabbat bilan hissiyot va havasni farqlandirmaganlik sababidan vayron bo'lib ketyotidi. Uning uchun yoshlar qalb, aql, hayot qarashi jihatdan atrofliq yetilgan, bekor qolmaslikning ahamiyatini haqiqiy tunib, vaqtlarini aql va qalb jihatdan taraqqiy qildirishga, iqtidorlarni texmi yuqori ko'tarishga, o'zining qudrati yetkincha yangi mahoratlarni egallab, atrofida yuz berayotgan ishlarga nisbatan xotirjam qalb egasi va aql sohibi bo'la olgandala utuq qozona oladi. Nurg'un kishilarning bo'sh vaqt ne'matidan joyida foydalanishi nima degan go'zal, ha? Oxirida deydiganimiz shuki, hissiyot bo'shliqi piltisi uzun vaqtliq bombaga o'xshaydi. Uning ikki uchi bor. Bir uchi oilaning qo'lida bo'lsa, yana bir uchi yoshlarni dindan chiqarib ozdirmoqchi bo'lgan va ularni egilib olib, vaqti va imkoniyatlarini o'ziga bo'ysundirib olmoqchi bo'lganlarning qo'lida. Shuning uchun bu ahvolga alohida diqqat qilishimiz kerak. Chunki dushman yoshlarni o'ziga tortib kelsa, uningdan kelib chiqadigan oqibatlar texmi xatarlikdir. Shunga oilalar yoshlarni o'z qo'yniga elish va sig'dirishda cho'qim muvaffaqiyat qozonishi kerak. Ko'pchilik hammaylarning yoshlarni bu tushkunlik patqiqi va do'lqinlardan xotirjamlik qirg'og'iga sog'-salomat yetkazib qo'yish mas'uliyati bor deb qaraymiz. Ulug' Alloh yoshlarimizni barliq yomonliklardan saqlasin.